Lüksimizi devamlaştırmaya üzerime tüket yanlış. Yer şarı. Amerika Jungo zomogerlik talışıdığan yepyeni dünya vaziyetiga kirip geldi. Mavzula haber 2. günü Germaniya dolqullardı ilan kılındı andın Van Torbetiga köçürüldü. Haber mındak başlandı. Jungo iqtisadi gücünün ulğuyuşu agişip, siyasi təsir gücü kön sayın ösmekte. Hazır Amerika Jungo dünyağı zomoger buluşunu talışıdığan yeni bir dünya vaziyeti göz aldığımızga taşlandı. Bu vaziyet qandaq şekillendi? Yeni iki kutup o'ttirisi da kim avvalki fursatni egallab turibotidi? Soğuk münasebetler uruşı ahırlaşıp Rusya ile Amerika zomogerlik talışıdığan siyasi vaziyet ahırlaştı. Dünya köp kutuplaşkan terakkiyat yoluga kirdi. Lekin yeni Siyurux gazetinin maxsus son yazgıç siyasi sotsiolog Olberich Speck'nin tahliliga asaslanganda iki kutupluq dünyanın siyasi vaziyeti hazır şekillenişke başladı. Bu iki kutup Amerika ve Jungo devletlerden ibaret. Bir neçe 10 yıldan beri Jungo tüven turuş muqamını saklap geldi. G'arb dünyasının yaxshi o'quvchisi buluş rolunu oynap geldi. Yana bir taraftan Jungo G'arb dünyasının ötüp ketish qurilishini mukammallaştırdi. Jungo'nun huquqliq sarxillari kommunizmdan keyingi davrdan qutulish uchun ular yani Jungo'liqlar barliq umidini iqtisodiy taraqqiyot ustiga qo'yishi kerak bo'ldi. Yani bir taraftan Jungo çoğ devletler siyaseti tüven muqamda turish kerak. Çünkü 1989 yıldan 1991 yılgacha sabiq Sovetlar ve Sharqiy Yevropadagi o'zgarish elip kelgan tavrashning cho'nqurligidan sabiq Sovetlar hokimiyati bir kechada gumron bo'ldi. Shu sababdan sabiq Sovetlar aksi mangan koni katanga tushib qilishdan qandoq saqlanish bugün Beijing huquqdorlariga e'lon qilingan strategik xires bo'lib qoldi. Jungo bu strategik nishonga yetolidimi? Hech bo'lmaganda hozirgi yuzaki qavatdan qaraganda Jungo huquqdorlarining strategiyasi g'alaba qildi. Bostirish, iste'mol va cho'ng davlat ideologiyasi orqali Jungo Kompartiyasi huquqni qo'lida ching tutdi ve tashqari dunyoga o'ziga ishonishni oshkorlab ko'rsatdi. Nurg'ulg'an sohalarda Jungo Amerika ve Yevropa bilan tang o'ltirib, tang qo'pishga boshladi. Hatto aqliy iqtidorni tortib, havo armiyasini qurollantirishga. O'tganda takrorlab kelgan tinch yo'l bilan bosh ko'tarish siyasetini hazır unutulup ketdi. Jungo railladi ve bütün dünyada hukuk ve dunyoga rahbarlik qilish orzularini oshkorlashga boshladi. Belki Jungo bugun o'ttirib qo'ygan bir yo'l, bir belbog' strategiyasi tashabbusiga yuklangan idea Yevroasiyo quruqligiga yetakchilik qilishdan iborat. İqtisadi jihatdan mundaq zamonaviylashgan, siyosiy jihatdan mustabid Jungo qadam taraqqiy qilib Amerika bilan qarama-qarshiladigan boshqa bir qutubga aylandi. Selishtirganda Rossiyaning iqtisodi ojiz, Yevropa ittifoqida siyosiy birlik kam. Bundaq rahbar darajaga yoki bundaq qutubga ayrilishga yetisholmaydi. Undaqda Amerika bilan Jungo hozirgi mavjud darajadan tashqari davlatlar o'ttirishga elishishda zodi kim g'alaba qiladi? Yazgıç tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hammaga oydin bo'lgan ustunlikka ega. Jungoning siyosiy tuzumida muqimlik bo'lmaydi. Yumshoq ko'chkam, xalqaro jamiyatda ham do'stlari ko'p emas. Amerikaning iqtisodiy kuchi texmi ustun, harbiy kuchi ham mutlaq ustunlikka ega. Uning ustiga Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro huquq
oyunida en halkılık bir kozunu egellep duruptu. O bolsama bütün dünya boylap ittifakdaş devletler, dostlaşkan devletlerge ege. Bu makalının yeni bir şekliga mundaq mavzu koyuldu. Germaniya matbuatlari yeni iki kutupluk dünya vaziyeti şekillen. Jungo sabık Sovet bilen akıbetedek akıbet qilishdan saqlanıp qalalamdı. Degan mavzu asıl 2. ayının 23. gün Duviyet orbitida e'lon qilindi. Angela Merkel yüz örd. Jungo'nun bu jaylarda hareket kılmasligini agahlandırdı mavzulu xabar. 2. ayının 21. günü Fransiya Xalqaro radio stansiyasi Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Germaniyanın vaziri Angela Merkel haftanın 3. günü 2. ayının 21. günü Jungo Balkan devletleriga mablag' silib bu arqali bu rayonga siyosiy ta'sir kuchini ko'rsatmoqchi bo'lganligiga ogohlantirishmadi. Yaqindan beri nurg'un tahlilchilar Jungo'ni mablag' silib Yevropada siyosiy ta'sirni kengaytishidan gumonlandi.